Yetdi. Xo'p, sizga maslahatim endi hozircha tabletkada bo'lsangiz, tabletkani tashlayman, insulin bo'lib qolmay, insulin zavisimiz bo'lib qolmay desangiz, sizga maslahatim nima bo'ladi? Kuchliroq diyetda. Shirin, achchiq sho'r, gazli ichimliklar, non. Dro'jxa qo'shilgan hamma narsani to'xtatasiz. Hamda sitrus mevalar, hamda iloji bo'lsa tarvuz qovuni umuman yemang. Vaqtinchalik uddalasiz. Va davom etib ketsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha sizga zo'r effekt beradi. Sachratqi. Sachratqini ildizi bilan toping, maylami. Va hamda rovachi ildizi. U ham sahar kasalliklarini yordam beradi tushirishga. Ovqat ratsioni qanaqa bo'ladi? Sizga yaxshi ovqatlardan, ya'ni sahar tushirib berishga kurka go'shti, baliq qaynatilganlari, qovurilgan emas, kurka go'shtini ham qaynatilgan keyin, tovuqni filesi